Xo'p, muslimalarim, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugungi mavzuyimiz hijomi to'g'risida bo'ladi. Qaranglar. Hijomi kursimiz bor. Xalqaro sertifikat bilan $350 и плюс 3 ta oddiy sertifikat и 3 ta oddiy sertifikat xalqarosiz sertifikatsiz u $250. Hozircha skidkada. Endi qaranglar. Nima farqi bor? Ikkalasi ham bir xil. 3 hafta onlayn o'rgatiladi. Men o'zim bo'laman onlaynda, 5 kun master klassi bo'ladi. Men master klass uchun Germaniyada kanikul bo'ladi. Iyul oyida, iyul oxirida Germaniyadan Toshkentga uchib kelaman. Avgust boshiga 5 kun master klass 1 soatdan o'tib beraman. Обязательно ikkita shogirdim ham keladi. Chunki o'zim charchab qolaman. Обязательно o'zim har galgidek uchib kelaman. Xo'p, endi qaranglar, tushuntirib o'taman, chunki juda ham ko'plar lichkamga savol berib yotibdi. Hammaga отдельно tushuntirgunimcha ovozim bo'g'ilib qo'yapti. Chunki limfozillarim juda ham slabiy. Bilasizlarmi, menda shunaqa narsa borki, har bitta insonga ismi bilan murojaat qilaman, ismi familiyasi bilan. O'shanda davriya kuchliroq bo'ladi. Agar bitta голосовой qilib qo'yib, har bitta insonga o'sha голосовой yuborganimda bu harakat bo'lmasdi. Bunda nima desam ekan, baraka ham bo'lmaydi. Chunki siz o'zingizga yengillashtiryapsiz, harakat qilgingiz kelmayapti. Lekin ismi bilan murojaat qilsangiz, bu ham bitta fishka. Insonga приятно. Masalan, menga muslimam deb bir xil ketsa boshqacha, lekin Dinoraxon Fayziyeva desa, уже meni ismi bilan chaqiryaptilar deysiz, уже boshqacha muomala bo'ladi. Endi qaranglar, ba'zi birlarga ummatni tushuntirsam ham yetib bormayapti. Endi u meni aybim emas, u sizni qanaqa qabul qilishingizga bog'liq. O'shaning uchun iltimos qilaman, hozir ekrandagilar. Bitta joyga o'tirib olasiz, qaqadir shoshyapsizmi? Bu video udallik bo'lib ketmaydi. Borib keling, o'sha joyingizga, kiradigan xonalaringizga kirib chiqing, bolalaringizni uxlatib oling, keyin o'tiringda, spokойно o'tirib oling. Xohlang o'zingizga chashka kofe qilib oling. Xohlang zavtrak qilib, meni eshiting. Endi xayrlisi bo'lsin, barokatlisi bo'lsin. Men именно siz uchun, hijomaga qiziqayotganingiz uchun yoki hayotda o'rningizni topolmayotganingiz uchun men Dinora Fayziyeva siz uchun shu videoni oldim. Ovqatlanayotgan bo'lsangiz, yoqimli ishtaha, qaqadir uchib ketayotgan bo'lsangiz, parvozingiz xayrli, barokatli bo'lsin. Yo'lda ketayotgan bo'lsangiz, iltimos videoni o'chirib turing, yo'lga qarang. Agar ishda bo'layotgan bo'lsangiz, pauzada obedga chiqayotgan bo'lsangiz, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham xursandman. Tanishganimdan ham xursandman. Xo'p, endi hijoma kursiga qaytamiz. Hijoma kursimizni xalqaro $350, xalqaro sertifikatsiz $250. Ikkalasi ham bir xil o'rgatiladi. Ikkalasi ham 3 hafta onlayn 5 kun master klassi bilan. Kursga men kirib o'tirganda kirib o'tirmaysiz. Именно menda nemetskiy metodika. Hali O'zbekistonda bunaqa mendagi o'tadigani yo'q. Qaysi ma'noda? Sizga onlayn 3 hafta plus yana Germaniyadan uchib kelib 5 kun master klassi bilan. Bu sizga kibr emas, noto'g'ri tushunmang. Mendakasi yo'q ekan deb aytadi deb. Yo'q, men u nazarda aytmadim. Именно darsliklarni onlayn qilib, ido siz tushunadigan, hazm qilib, og'zingizga solib qo'yadigan darajada qilib tushuntirganman. Fayllarda ishlab, 3 oy vaqtimni ketkazib, butun umr siz bilan birga qoladigan qilib kurs qilganman. Endi men kirgan paytda kirmaysiz dedim, nima qilamiz? Sizning bola chaqangiz bor, yosh bolalaringiz bor, eringiz bor, qaynotangiz ishdan charchab kelasiz, hozir sizga kurs zarilmi? Lekin qo'shimcha daromad qilmoqchisiz, yoki uyda o'tirasiz. Ishingiz yo'q. Nimadan boshlashni bilmayapsiz. Undan tashqari mediksiz ish topolmayapsiz. Aytaylik, hamshirasiz. Ish yo'q. Даже vrachlar ham gastarbayter bo'lib boshqa davlatga ketishyapti. Bu sizga zo'r daromad. Nimaga? Chunki Alloh tarafdan Me'roj kechasi 5 mahal namoz bilan birga hijoma tushgan. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Me'roj kechasi 5 mahal namoz o'qish uchun ko'tarilganlarida har bitta farishtalar ummatingga hijoma qilishsin deganlar.
Alloh biladi, biz bilmaymiz. Даже hozirgi xlorkali suv ham qonni quyilishiga olib keladi. Ichayotgan dorilaringiz, plastikoviy idishlar, yeyotgan ovqatlaringiz tromblarni ko'payib ketgani, trombositlarni oshib ketgani, infarktlar, har xil parazitli kasalliklar, teri kasalliklari, bakteriyani razmnajatsiya qilishi, immunitet tushib ketgani, odamlarni depressiv bo'lgani, stress holatlari, er-xotin ajrashib ketayotgani, chunki sehr ko'pligidan bu hammasini bitta shifosi, bitta yo'li hijomi. Men bilan norozi bo'ladiganlar bu videoni o'tkazib yuborsin. Boring, ishingizni qiling. Endi bu qo'pol gap emas. Bu haqiqat achchiq bo'ladi. Hammaga ham yoqtirmayman. Xo'p, endi hijomaga yana keladigan bo'lsak, hijomamizni shogirdlik kursi ham bor hijomada. Men avvalambor Xudoga shukr deyman, musulmon bo'lganimdan, Allohim bizga berganidan, lekin ba'zi bir aqllilar bilmaganidan asabimga o'ynayapti. Qaysi ma'noda? Germaniya so'zini olib tashlang, bu musulmonlarga berilgan. Baraka topkur, men bilaman. Men tupoy emasman, bilaman, что bu musulmonlarga berilgan. Lekin tarixi o'qi, iqro. Divanniy kommentatordan to'g'risi men shunday charchadim. Yoqmaydi desangiz ham, e'tibor qilmayman deb orqaga musurkadagi gapiga e'tibor qilmaydi deb orqaga tashlayman desangiz ham, уже etkis keladi-da, ты тупой deb etkis keladi, lekin mayli, keyin shularga tushuntiray deb tushuntirsam ham yetib bormaydi. Ну, что поделать? Hozir men shu ruscha gapirganim ham aytadi ba'zi bir o'zbeklar. O'zbeksiz o'zbekcha gapiring deb. Bilaman, tova qilaman. Odam ichini o'sha bilib qo'yaman. Aytmoqchimanki, Abu Ali ibn Sinoni 450 tadan oshiq kitob bo'lgan, to'g'rimi? Karl ikkinchi paytida Kristanovskiy pahod bo'lgan, musulmonlar bilan kofirlar urushgan. Endi qarang, nimaga? Chunki o'sha paytda sahobalar paytida ular dinni qabul qilmasa, boshqa o'sha Yevropadagilar, Angliyaliklar dantolisan deyishgan, to'g'rimi? Ular bilgan haqiqatni, что oxirgi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqiqat gapirotdilar, orqalaridan ketish kerak. Lekin ular o'zi rozi bo'lib dantolashgan, что bizani kelajakdagi bu nevara-evaralarimizni, kelajakdagi bolalarimizni bizani dinda qolishi uchun biz dantolaymiz deyishgan. Keyin qarasa, o'sha payg'ambarimiz o'sha Alloh oldiga ketganlaridan keyin Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalar birin-ketin o'tgandan keyin, xaliflar o'tgandan keyin Abu Ali ibn Sino paytida o'sha tarixda yozilgan, o'zim to'qib chiqarganim yo'q, o'qib olinglar. Ular Kristanovskiy paxotli boshlangan, to'g'rimi? Karl ikkinchi paytida kirishganda o'sha Osiyoga Abu Ali ibn Sino 250 ta kitoblarini yoqib yuborishgan, kinosi ham bor. Yoqib yuborishganda 200 tasini olib chiqib ketishgan. Endi majburman emotsiyada, temperamentda gapirishga, чтобы вам дошло. Hozir sekin aytib beradigan bo'lsam, uxlab qolasizlar. Olib chiqib ketishgandan keyin ba'zi bir aqllilar uchun bu kavычках olib chiqib ketgandan keyin ular texnologiya tarafdan kuchayib ketishdi. Biz o'tirib qoldik. Tan olinglar, endi haqiqatan achchiq bo'ladi. Tan olinglar. Tan olmasanglar, u sizlar problema bor. Men haqiqat qo'yman, chestniyman. Shu emotsiyada gapiryapman. Hozir bir xil aytadi, o'zingizni bosib oling, uspokойтельный ichini ichaman. Kuniga 3 marta ichaman. Men shu g'alchalar uchun ichaman. Xo'p. Серьезно bo'lamiz. Xo'p, olib chiqib ketdi. Ukrainaning Sakrovishi musulmon degan unaqa kino ham bor, nemislar olgan. Biladi ular. Biladi, что musulmonlardan kelgan hijomang ham nimaligini biladi. O'qishimdagi hamma professorlar biladi, что bunda shifo bor. Xirurgический asboblarning ham hammasi Abu Ali ibn Sinodan kelganini biladi. Lekin tan olinglar, o'zinglar o'tirib qo'ydinglar, berib yubordinglar u kitoblarni, yutqizdinglar o'sha paytda. Ular olib chiqib ketdi, ular kuchayib ketdi. Biz o'tirib qoldik. Endi biz Yevropaga borib o'qib, o'sha narsani olib kiryapmiz. Xuddi shunaqa qilib, men ham Yevropaga kelib, ularni konsultatsiya qilishini, bemorlar bilan ishlashini, kasalliklar bilan ishlashini, gigiyenasini, onasini emsin, onlayn Rossiyadan yana 11 yil o'qib, har xil millatni qilib,
4 yil oldin birinchi bo'lib O'zbekistonga olib kirdim to'g'ri hijoma qilishni. Endi uyat endi tan olinglar, men qilgan narsani rohatini ko'rib o'tiribsizlar. Hozir yana aqllilar keladi. Siz osmondan tushganmisiz deydimi? Imom al-Buxoriyni ham o'tganlaridan keyin tan olishni boshladinglar. To'g'rimi? Qancha payg'ambarlarni ham o'ldirib bo'lishgandan keyin hozir mana tan olishadi. Men ham o'tib ketganimdan keyin tan olishni boshlaysiz. Lekin sizlarni hajjomalar kelib, menda hijoma olib, menda o'qib ketishdi. 4 yil oldin 5 tami hajjomachi bor edi. Men emas, ularda o'qigan. Men ilmim betda olingan. Yaxshiyamki Alloh ko'rib turibdi, biladi. Men ilmim qattanligini. Konsultant hech kim qilmasdi. 4 yil oldin men kelganda Buqoga hech kim hijoma qilmasdi. Kasalliklar bilan hech kim ishlamasdi. Men ko'rgan narsam higiyena nol edi. Ekonom, perchatka даже ishlatish yo'q edi. Sizlarni ko'rgan narsamni aytaman, Allohga qasamki, perchatkasiz leziyani ushlashardi. Maska taqish vobshe yo'q edi. Qanaqasiga hozir? To'g'risi hamda unda vijdon degan bo'lish kerak-ku. Pulni, vijdoninglarni pulga sotib olganmisizlar. Abar qiyomatda Alloh ko'rsatib qo'yadi-yu, kim u narsani olib kirganini. Manmanlikni yomon ko'raman, lekin nechesnis degan narsa bor. Tan olginglar kelmayaptimi? Kechirib qo'yasizlar-yu, u sizlarni hasadinglar borligida. Demak, ichingizda hasad bor. Demak, men bunaqa deganman. Men o'rgataman, meni ismimni aytib o'rgatinglar deganman, lekin yetmaydi. Sizlar borib o'qiydigan hajjomalar ham yetmaydi. Tan olgisi kelmaydi. Chunki zavist, hasad bor. Ko'ra olmaydi. Даже Yusuf alayhissalomni ham o'zlarini aka-ukalari quduqqa tashlab yuborgan. To'g'ri? Ko'ra olmasdi. Ham begonadan nima kutdik? Так что, yaxshiyamki Alloh biladi. Men ilmlarimni, qanaqa ilmlarni hijoma bo'yicha O'zbekistonga olib kirganimni ko'ra olmayotganlar, qalbinglarni tozalab olinglar, Allohga yaqin yuringlar. Menda sayid, sizlar Yevropada o'qimaganinglar, O'zbekistonda o'tirib qolganinglar, faqat erta o'tirib olib onlayn o'qiyotganinglar, Tibbun Nabaviy deysizlar. O'tgan yil faqat perevodi chiqdi Tibbun Nabaviyni. Faqat o'tgan yil chiqdi. 4 yil oldin bormidi? Unda chestnostchi insonga kerak. Qabrga yotamiz hammamiz. Alloh oldiga borishimiz bor. Men qiyomatda haq-huquqimni so'rab olaman. Так что menga kerak emas-da, kimgadir haqligimni ko'rsatish, prosta men ekdim, rohatini boshqalar ko'ryapti. Вот. Men boshqalardan ko'chirganim yo'q ilmimni. Lekin mendan ko'chirib, ustiga narx qo'yib sotganlar juda ham ko'p. Chestniy hajjoma shogirdlarim bor. Mana 13 ta, mana 13-patni qilayotgan bo'lsak, 3 yil, bu yil 4-yil ketyapti. Alhamdulillah, birinchi patokdan boshlab bitta ham gruppani udalit qilganim yo'q, bu o'lganimdan keyin menga ajr yozilib turish uchun, qizlar o'sha ilmlarimdan foydalanishi uchun. Ya'ni men o'sha kelajagimni o'ylayapman. Endi men buni chuqurlashib sizga yetkazib beryapman. Mendagi qiladigan aseptika, antiseptikani hech kimda ko'rganim yo'q. Xafa bo'lmanglar. Erkaklar, hajjomlar, maska taqish qiyinmi? Men hech ko'rmadim. Videolarda ko'raman, chiqishadi. Hajjomlar hijoma qilayotganda maska yo'q. Men bu narsani tushunmayman. Higiyena nol. Maska yo'q, уже higiyena nol. Shuning uchun ekonom degani bu o'zingizni ham hayotingizni havosiga qo'yasiz, bemor ham. Konsultatsiyasiz hijoma emas. Massajsiz hijoma emas. Bemorni davleniyasini o'lchamasdan hijoma qilmaymiz. Bemalol aytishingiz mumkin, siz juda kibrlanib ketibsiz. Yokida nima endi bitta siz zo'rsiz qolganlar endi qoloqmi, o'tirib qolganmi deb. Yo'q. Men unaqa demadim. U sizning fikringiz. Men aytmoqchi bo'lgan narsa hajjomalar o'rganmoqchimisiz? To'g'ri hajjomadan borib o'rganing. Uni ustozini biling, kim o'rgatgan.
bitta patsientni 10 marta olib borib olib keltiravermang. Unaqa narsa yo'q. Bitta sunnat tochkalar bilan bitta ikkita banka bilan shifo bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin, Allohu a'lam, lekin organlar har doim bitta taraflama emas, ikkita taraflama deyman. Shunga ham e'tibor qilinglar. Menda har doim ham meditsinskiy, ham diniy tarafdan organlar har doim ikki taraflama. Bitta belda bo'lmaydi organlar, yoki bitta oldi qismda bo'lmaydi. Shuning uchun divanni aqllilar, divanni umniki deydi. O'tirib olib aqlli qilmanglar. Siz menimcha ko'rmagansiz, bilmaysiz. Hijomaga oddiy narsadek qaraysiz, lekin bu katta ilm. Men 3 yil oldin ham, o'sha 4 yil oldin ham aytganman, menda bitta patsientga 2 soat ketadi. 20 minut emas. Shat qildim, chiqib ketayim emas. Yo'q. 2 soat o'tida ketadi. Men bilaman, o'zimga anaqam otsenkam juda ham baland, yuqori samatsenkam. Kim nima desa dursin, har bitta aytgan gapiga Alloh oldida javob beradi, lekin bu video har bitta insonga foydali bo'lishini xohlayman. Menda o'qiganmisiz? Aytgingiz kelmayaptimi? Unda men o'rgatgan narsalarni ham qilmang. Rozi emasman. Menda o'qiganmisiz? Qiyinmi ustozini ismini aytish? Yoki men sizni rizqingizni olib qo'yapman. O'shalarga shunaqa degim keladi. Endi qarang. Hijoma kursimizda nimalarni o'rganasiz? $350 kursda xalqaro sertifikat olasiz. Undan bemalol joy ochib ishla olasiz. 5 yillik litsenziya nomeri bilan. Keyin undan tashqari u qanaqa litsenziya nomeri bilan 7taga borasiz. Birinchi joy ochasiz. Dogovor olganingizdan keyin bir xil dogovor bermas ekan. Shunaqa yolg'onchilar ko'pda. Dogovor olganingizdan keyin o'sha arenda joyi dogovori bilan 7taga borasiz. 7taga borganingizda ariza tashiysiz. Ular sizga aytadi nima qilishi, qanaqa qilishi, terminalga borib, bankka borib, terminal ochtiradi, chek bilan ishlashi, sesga yuboradi, u sizni tekshirgani keladi, pajarniga borasiz, pajarnilarni sotib olishingiz kerak bo'ladi, ultrafiolet lampochkalar bo'lishi kerak bo'ladi. Hammasiga sizni konkretni $3000-4000 bo'lishi kerak. Prosta tak emas, yo'q, har taraflama, hamma narsa joyida bo'lsa, o'shandagina joyingizni ochsangiz bo'ladi. Endi uchta oddiy sertifikat $250 dedim. Uchta oddiyda prosta uyingizda hajomasi bo'lasiz. Xalqaroda o'sha ofitsialni ishlaysiz. Chunki men nechta mana qizlarim bilaman, hammasi joy ochib tashlagan. Hammasi. U bitta men joy ocholmay, mana yaqinda borib joy ochib keldim. Endi nimalar o'rgatiladi? Unda ham, bunda ham bir xil o'rgatiladi. 3 hafta onlayn men bilan birga bo'lasiz. 5 kun master klass bo'ladi. Boya aytganimdek, vaqtingiz bo'lmaydi, uyda qaynana-qaynatangiz bo'ladi, yosh bolalar bo'ladi, ishda bo'lasiz. Men kirgan paytda kirmaysiz, o'zingizga udobniy bo'lgan paytda kirib, gruppada masalan kanaldagi darslarni o'zlashtirib, tushunib, обратный отчетni gruppaga tashlaysiz. Dushanbadan payshanbagacha, payshanbadan dushanbagacha. Men dushanba, payshanba dars tashlayman kanalga. Lekin men kirgan paytda kirib o'tirmaysiz. Keyin darslarni o'zlashtirib gruppaga tashlaysiz, savollaringiz bo'lsa ham gruppaga tashlaysiz. Men o'tida haligacha gruppada savollarga javob beraman. Bitta ham gruppani udalik qilganim yo'q. Iloji boricha oxirigacha javob beraman. Chunki 6 oy do'stlik berganimdan keyin qanaqadir patsient keladi, bilmay qolasiz, Alloh asrasin, siz meni yuzimsiz, nimadir ne to'qib qo'ysangiz, ustozingiz kim desa, Dinora Fayziyeva. Men Alloh oldida javob berishim bor. Keyin oxirida savol-javob qilaman обязательно, keyin sertifikatingizni olasiz. Nimalar o'rgatiladi? Noldan boshlab konsultatsiya qilish, gigiyena, aseptika, antiseptika, kosmetologik hijoma, olovli banka, olovli protsedura, sochuvlar bilan, zuluk, noldan boshlab o'sha issiz hijoma, kasalliklar bilan ishlash ensiklopediyasi, konkurslar bo'ladi.
bonusda zinda apparatida ishlash, o'sha nima edi yana? Voy, bonuslar rosa ko'p boru. Osteopatiya Nodira ustozinglar keladilar, keyin Nigora shogirdim keladilar, Nodira shogirdim keladilar. Zulular bilan o'tadi. Vaginalni zuluni o'rgatamiz. Ish qilib rosa ko'p temalar. Madina administratorimga aytaman, faslda o'sha kurs haqida ma'lumotni jo'natib qo'yadi. Iltimos, savol berishdan oldin o'qib chiqinglar. O'sha yerga kommentga yozilgan bo'ladi nima bo'lishi. Men yana как всегда Germaniyadan konkurs qilib, brasletlar или nemetskiy narsalar, bioorganический narsalar konkursga olib kelaman. O'tgan safar ham qizlarga podarka qildim. Har gal o'zi podarka olib kelaman, keyin bunaqa brasletlar olib kelaman. Konkursda g'olib bo'lganlarga. Xo'p, yana immunitet marafonini hadya qilaman, bu gal yangisini. 4 ta sertifikat olasiz. Oddiyda 3 ta, xalqaroda 4 ta. Kurs butun umr siz bilan birga qoladi. Udalить qilmayman ishlamani. Xo'p, endi shogirdlik kursim bor. Shogirdlik kursi $1000. Da, $1000. Katta xolangizdan topamiz deganlarga katta xolangizdan toping demadim, lekin ishoning, Allohga oson. Siz bitta qadam tashing, Allohim 10 ta qadam tashiydi. U pulni siz emas, Alloh beradi. Menga ham 18 yil Yevropada yashasam, shuncha paytdan beri rizqimni Alloh beryapti. O'qishimga 4-yil, mana $12,000 to'layman, €10,000. Plus har gal imtihonni o'ziga €250 to'layman. Prosta imtihonni o'ziga. Qo'shimcha yana darsda sotib olaman, 3 soatga €40 to'lab. Ishoning, bar u pul nima deydi? Qo'lni kiri deydimi, qog'oz deydimi? Siz qalbingizni keng qiling, u pulni Alloh beradi sizga. Siz qadam tashlayapsiz-ku, to'g'rimi? Yo'l qo'yib beryapsiz. Siz o'ylamang, pul qayerdan kelarkin deb. Allohga duo qiling, keladi. Istixora o'qing, tahajjud o'qing. Har doim kursimga yozilishdan oldin istixora bilan tahajjud o'qinglar deyman. 1 yilda 1 marta, mana o'tgan yili 2 ta shogird chiqazdim. 2 ta dona. Bu yil 3 ta shogird chiqazdim. Hali boshqa chiqazganim yo'q. Undan oldingi yil ham 2 ta shogird chiqazdim. Men har yil 10 talab, 20 talab shogird chiqazmayman. Chirtib olaman. Qo'li tayyor bo'lmagunicha. Bitta o'quvchim odam o'ziga ham bog'liq-da. O'rganishi 1 oy men bilan bo'ldi. Qo'li o'rgandi, tez o'rganar ekan, shunaqa o'quvchilar bor. Lekin bitta o'quvchim, mana uchib keldim Germaniyadan, men bilan o'rgandilar 3 hafta. O'tgan safarga anaqalarim $500 hozir 1000 ga oshdi, bonuslari ko'p. Ko'rolmay qoniqmayapman-da. Men aytdimki, siz tayyor emassiz dedim. Men hozirdim, aytolmayman shogirdim dedim. Mana oxirgi marta uchib borganimda yana chaqirdim klinikamga. O'zi dedim, siz menga yana $300 berishingiz kerak dedim. Общий umumiy qilganda. No, men roziman dedim. Qo'lingizni o'rgatamiz hozir dedim. Men juda ham strogi qattiqman, lekin hayotda do'stingizman. Lekin darsda qattiq bo'lmasam bo'lmaydi. Men ustozman. Anita patsient tanasini sizga topshiryaptimi? Men kallam ketdi nimadir qilib qo'ysangiz. Chunki siz meni shogirdim bo'z. Bu sizga o'yinchoq emas. Bo'ldi, qildim, bor, bilgan, tushundingiz nima demoqchiligimni. Открытый insonman-da, emotsionalniy, temperamentliman. Prosta men gapirishim shunaqa. Menga inson tanasini topshirib kelyaptimi, men o'zimni uni o'rniga qo'yaman. To'xta deyman. Men hozir uni o'rnida bo'lganimda men qoniqarmidim o'zimdan deb men savol beraman. Bilasizmi, 3-4 ta daftar tutaman, kundaligimni yozaman, kunim qanaqa o'tayapti, kimga nito narsa yetib qo'ydim. Men ham afsuslanadigan holatlarim bor. Masalan, qo'pol gapirib qo'yishim mumkin. Ba'zi birligi уже mana shundoq borganidan. Hamma hech kim ideal emas-ku. Masalan, men ham pretvaryatsiya qilishim mumkin edi. Voy, manaqa, salam shakarim. Kechirib qo'yasiz. Qandoq bo'lsam shunaqaman. O'sha samimiyligim uchun ham meni auditoriyam meni yaxshi ko'radi. Hozir to'g'risida 200 lamachilik tiqilayotibdi. Xo'p, alhamdulillah, Allohga shukr. Asosiysi, Alloh sizni unutib qo'ymasin. Aytmoqchi bo'lganim, men agar doktorga borsam, muomala kerak, muomala birinchi o'rinda turadi. Lekin anu doktor muomalasi zo'r, lekin tupoy bo'lsa kechirasiz, men boshqa bormayman.
Lekin ilmi zo'r, superskiy, har taraflama bo'lsa, muomalasi nol bo'lsa, unga ham bormayman. Ikkalasi me'yorda bo'lishi kerak-da. U ham bo'lsa sizni o'zingizni tutishingizga bog'liq. O'shalarni ham o'rgataman, aseptika, antiseptikani. Bilasizmi, 350 da bo'lgan darsinglar ham bo'ladi. Lekin bunda xalqaro sertifikat beriladi, lekin bunda immunitet marafoni bo'ladi. Xotirjamona sog'lom bola kursini beraman. Limfodrenaj darsimni ham o'rgataman. Bonuslari juda ham ko'p. Oxirida 20 kun har kuni 3-4 soat bilan men bilan birga bir o'rganasiz. Yonimda turib, men uchib kelaman do'stlar. 21-kun oxirgi kuni Samarqandga tekinga olib ketaman. Insonni qanaqaligini bilmoqchi bo'lsang, safarga chiqqin deyishgan. Safarga chiqamiz, yo'l kiringlarni to'lab beraman, 2 ta shogird olaman dedim. Samarqandga bir kunga borib kelamiz. Maza qilib aylanib, o'sha kuni keyin ertalab chiqib ketsak, kech payt Toshkentga qaytib kelamiz. Ishoninglar, u puldan menga qanaqadir qisman qoladi. Nimaga? Mobilografimni oyligini berishim kerak. 3 ta adminim bor. Instagram, Telegram, YouTube. Ularning oyligini berishim kerak. 2 ta shogirdim bor. Dars o'tgan. Ularning oyligini berishim kerak. Xalqaro sertifikat pul turadi. Ularning pulini berishim kerak. Ishoning, ani tushgan pullar bor-ku. Meni даже yo'l kiramni ham qoplamaydi, $1,500. Ishoning, men o'zim ishimni juda ham yaxshi ko'raman. Menda pul ketsa obro' ketmasin. Ishoning, shu paytdan beri Allohim menga shu ilmni berib qo'yganki, o'qishimni yaxshi ko'rishimni, shu hijomaga mehrimni berib qo'yganki, men yo'l kiramga shuncha katta pul ketsin, yaxshi ko'rib borib o'sha darsni o'tishni yaxshi ko'rganligimdan, o'sha to'g'ri qilishni o'rgatayotganligimdan, har gal Allohim menga odamlar berayotganidan, mendan shogirdlar chiqayotgani, shogirdlarning shogirdlari borligidan men xursand bo'laman. Demak, Allohim menga ishonib shu javobgarlikni topshirib qo'ygan. Chunki Alloh bilan o'rtamizda kontakt bor. Demak, Allohim meni esidan chiqazib qo'ymabdi. Demak, Allohim menga shu qalbimga shu $1000 aytishimni solgan. Siz bilmaysiz, men u puldan zakot berishim bor, lekin u narsani aytishim shart emas. U pulni masalan qishloqdagi ayollar, qiynalgan eri-yu ayollarga, invalid bolalarga berishimiz bor. Shu paytdan beri berib kelamiz. Lekin uni aytishim shart emas. Lekin bilasizmi, Yevropada turadi degani dindan xabari yo'q degani emas. Har doim aytaman, tupoy emasman men. Ba'zi birlar aytadi-yu, Yevropaga borib o'zgarib ketdi yoki Yevropada yashaydigan ayol anaqa ayol bo'lib keladi deb, u noto'g'ri narsa. Tarbiya oiladan boshlanadi, davlatdan emas. Так что nima men qilgan taqdirda ham o'zbekman. Allohga shukr. Ben shu yerda Yevropada bo'lsam ham dinimni mahkam ushlayman. Xudoga shukr. Xo'p, hijomaga keladigan bo'lsak, men shu shogirdligim butun umr bilan birga qoladi. Mana shu oxirgi shogirdlik o'qishimizni ham mana Fatima opa ismlarini ochiqchasiga aytaman. Fatima opa ko'rishingiz mumkin. Tan oling, agar kommentda yozsangiz xursand bo'laman. Что siz bilan shunchalik oxirgacha shug'ullantirdimki, ushib bergan vaqtlarim ham bo'ldi, lekin to'g'ri qabul qildilar. Oxiri Fatima bo'ldi, tayyorsiz deganimdan keyin o'zlariga bo'lgan ishonchim oshdi. Aytmoqchimanki, profi darajaga ko'tarib beraman Alloh izni bilan. Har doim kursimga yozilmoqchimisiz, tahajjuddan istixora o'qing. Chunki shogirdlarimni tahajjudda so'rab olganman. Menga xayrlisidan, barokatlisidan, o'zimga o'xshaganidan bergin deyman. Men shuning uchun ham 1 yilda maksimum 3 ta, mana endi 5 ta shogird chiqazmoqchiman 1 yilda. O'tgan yil 2 ta shogird chiqazgandim. Так что bu juda katta javobgarlik. Bu oson narsa emas. Har kuni 3 soatdan, 4 soatdan 3 hafta bitta insonga polni har xil patsientlarni tushuntirib berish. Birga bir ishlaysiz-da. Yana bitta narsa, butun umr kurs qoladi deyman siz bilan birga. U insonni keyinchalik 1 yil o'tadimi, 2 yil o'tadimi, har doim patsientda bir xil holat bo'lmaydi, har xil kasallik bo'ladi. O'shaning uchun ularga возможность berganman. Yozlaring menga. Bu birinchidan menga plus shu orqali bilib olaman insonda qanaqa kasalliklar bor yana.
Chunki men o'zim ham o'zim ustimda ishlashim kerak. Men superskiy zo'r hajjomaman deb aytolmayman. Hech kim ideal emas. Inson butun umr o'qish kerak, butun umr izlanish kerak, o'rganish kerak, переодолевать qilish kerak qiyinchiliklarni. Alhamdulillah shu holatga, shu kunga yetib kelganimga, Allohim menga shunaqa aql berganiga, lekin bilingki, hayotda har xil qoqilishlar bo'ladi. Insonlar sizni yerga urmoqchi bo'ladi, orqangizdan ko'laydi, sotadi sizni, oldingizga kirib turib orqangizdan pichoq uradi. Siz nima qilasiz? Hech nima qilmaysiz, o'zingiz yo'lingizda davom etavering. Unda turtib yuboringda, yana davom eting. Yana turtib yuboring, davom eting. Bu sizning hayotingiz. Allohim siz bilan. Odamlar nima? Odamlar nimalar demaydi? Gapirsa gapiravermaydimi? Yana bitta narsa bor ekan, bizning o'zbeklarda shunaqa mentalitet bor ekanki, orqasida yonini oladigan odam bormi, erkak kishi bormi deb qarashar ekan. Tavba qildim. Ana nima deydi? Odamdan qo'rqishadi, Xudodan qo'rqishmaydi. Shunaqa holat ham ko'rdim. Ayniqsa oxirgi marta borganimda. Bu gaplarni nima aytyapman? Bilasizmi, shu fikringizni o'zgartirishinglarni xohlardim. Agar sizni Alloh bilan atnashingiz yaxshi bo'lmasa, bu menda emas ayb. Agar siz meni aldagan bo'lsangiz, u sizning kitobingizda yozilyapti, meni kitobimda emas. Agar siz meni aldab, pulimni olib, yoki-da meni ustimdan yozib, yoki-da qoralagan bo'lsangiz, kanalingizdami, gruppangizdami, g'iybatimi qilgan bo'lsangiz, siz o'zingizning kitobingizni o'zingiz yozyapsiz. Qiyomatda o'sha narsalar kitobingiz bilan yozilib sizga beriladi. Yaxshi gap gapirmayapsizmi? Jim yuring. O'shanda qiyomatda savol-javobingiz yengilroq o'tadi, tezroq o'tadi. Ilmga ko'proq o'zingizni bag'ishlang, insonlarni ko'lashga emas. Yana bitta narsa, nima hozir o'tirib olinglar, diqqatni rostlanglar dedim. Ba'zi bir insonlar, men uzr so'rayman, lekin nima qattiq gapiraman, majbur qilasizlar. Ba'zi bir insonlar 3-4 martalab so'raveradi, bitta savolni berib. Menga yoqmaydi. Bitta savol berdingmi, eshitishni ham bilgin. Allohim senga quloq bergan. Nogironmansan-ku? Eshitishni ham bil. Aqling zaif emas-ku? Hurmat talab qilyapsanmi, hurmat qilishni ham bil degani. Bitta savolni beryapsa, tushunmayapsiz, ikkinchi marta tushuntira olmayman. Lekin o'sha 3-marta o'sha перебор. O'sha любой odam sizga bitta qattiq qiladi, чтоб sizga yetib borish uchun. Shuning uchun bunaqa insonlardan xafa bo'lmanglar. Men shunaqa holatlarda shunaqa javob beraman. Shuning uchun agar meni kuzatayotgan bo'lsa, o'sha insonlar, mendan xafa bo'lmanglar. Bu sizlarga yetib borish uchun shunaqa qattiq gapirishga majburman. Lekin qalbimda kirim yo'q. Masalan, siz orqangizdan g'iybat qilganim yo'q, yuzingizga gapiraman. Chiroyli muomala birinchi o'rinda turadi. Bizani jannatga olib kiradigan narsa ham bizani 5 mahal ibodatimiz, insonga qilgan chiroyli muomalamiz, qo'shniga qilgan chiroyli muomalamiz, farzandimizga, ota-onamizga, tanamizni, ya'ni sog'lig'imizni omonat qilib berilgan narsani asrashimiz, to'g'ri so'zlashimiz, hammasi. Men даже hijoma kursida psixologik sifatdan, moralniy sifatdan, dunyoviy, bitta meditsinskiy emas, dunyoviy ilmni ham berishga, gaplashishga hal qilaman. Men bu shogirdlik kursimda 2 kishini olaman dedim, bonuslar juda ham ko'p. Ammo bu $350 unaqa bonuslar yo'q. Faqat immunitet marafonini beraman. Konkurs bo'ladi. Ya'ni o'sha $1000 ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz, men bilan birga bo'lasiz demoqchiman. Ishoning, $1000 men uchun pul emas, dars siz uchun puldir, lekin siz pulgacha oddiy qog'ozdek qarashingiz kerak. Chunki u pulni sizga Alloh beryapti. 2ga bo'lib to'lashingiz mumkin, iyul-avgust qilib. Lekin qarzga o'qitmayman, chunki u narsa yuqmaydi. Agar menda shunaqa holat bo'lgan hayotimda, bitta ayol qarzga hijoma qildirdilar. Oxir oqibat katta summaga, oxir oqibat yotib qoldilar. Aytmoqchimanki, agar qo'l haqqi bermasangiz, agar o'sha ilmga, o'sha ishga
pulini bermasangiz yotib qolasiz. O'zingiz yurib ketadi. Shuning uchun orada urush bo'lib qolmaslik uchun pulni vaqtida berishni o'rganing. Ya'ni qarzingizni. Даже qarzi bor inson kuniga 2 xil ovqat yeyishga haqqi yo'q. Yokida 2 mahal ovqat yeyishga haqqi yo'q. Endi ya'ni dindan ilmim bo'lgani uchun sizga aytaman. Xo'p. Savolingiz bo'lsa, hijoma kursi bo'yicha yozinglar ichkamga. Qanaqa qilib siz bilan bog'lansa bo'ladi desam, masalan, Telegramim bor. O'sha orqali kirsanglar bo'ladi. Bu video YouTube ga bo'ladi. Telegram, Instagramga ham e'lon beramiz. Men doskонально o'ttido tushuntirdim. Modullari bor Telegram kanalimda. Hozir ortiqcha vaqt ketmasin. Hammasi yozilgan. Nima etap bo'lishi. Hayotingizda kerakli mavzular. Bizda o'qiganingizdan keyin boshqasida o'qishingiz shart emas. Nima yana? Вроде всё. Keyin yana ko'plar aytibdi, Dinor opa, qondan qo'rqaman deb. Qo'rquv haqida video qildim, live video. Kecham o'tgan kunimni. O'zi boya qildim, yana bitta video qilib, hozir yana bitta video qolma. Lekin bu video keyingi anaqaga qo'yiladi. Keyingi 2-kunga, 3-kunga. Shuning uchun kecham o'tgan kunimni deyotganim hozir qildim, lekin orasida 2-3 kun bo'ladi farq. Aytmoqchi bo'lganim, qo'rqmang-da. Agar qo'rquv bo'lsa, yengib o'tish uchun qo'rquvingizni, o'sha qo'rqqan narsangizni qilishingiz kerak. O'shandagina o'zingizga bo'lgan ishonch oshadi. Allohga ishoning, tavakkal qiling. Allohim sizga 10 ta qadam tashab, mana bandam deb yengillik qilib beradi. Xotirjamlik beradi. Meni o'zimni holimga tashab qo'yaman. Menga yengillik ber, shu ishda xayrli bo'lsa, menga barokatli, xayrli qilib bergin deng. Allohim qilib beradi. Allohga oson. Siz u yog'ini olib o'ylamang. Просто bitta qadam tashlang. Qalbingizni keng qiling. Keyin viloyatda turadiganlar uchun uyimiz bor. Viloyatdan keladigan qizlar uchun uyimiz bor. Ana $350 ham hozirdan zalog berib to'lab qo'ysangiz bo'ladi. Bez problem. 5-iyuldan boshlansa 3 ga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Iyun, avgust qilib. Shuning uchun hozirdan e'lon berdik. Shogirdlik kursim iyul-avgust qilib to'lov qilasiz 2 ga bo'lib. Endi joyimiz bor dedim. Kelasizlar, u joy pulli. 100 ming, 130 ming, bilmayman aniq. Afsuslanmaysizlar. Mana bir xil aytadi, onlayn bormidi? Bor. Mana Dubaydan o'qiganlar bor, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, Madinadan ham o'qiganlar bor. O'rgana olasiz. Shunaqangi udobniy qilib berganman. Lekin bari kelib ko'zingiz bilan ko'rgan boshqacha-yu. Da onlayn o'rganib, даже Amerikadan ham o'rganishdi onlayn. Shikarni o'rganishdi. Ishoning, xohish bo'lsa bo'ldi ekan. Mana O'zbekistonda hajjomalar Angliyadan, Londondan o'qishyapti-yu. Xohish bo'lsa bo'ldi, angliskada o'qishyapti-yu. Da bu men mamlakatda Germaniyada yashaganim uchun 18 yildan beri bitta dokumenti bo'lgani uchun Yevropada yashaganim uchun bitta borib kelib o'qa olayman. Ko'rganman ko'zim bilan, yetkazib bera olayman. Menga Allohim shunaqangi gapirish qobiliyati berganki, odamga yetib boradi. Yetib boradigan darajada tushuntiraman. Bu hammaga ham berilmagan. Bilmadim, balki 5 ta tilni bilganim uchundir. Bemalol gaplashaman, xatlar ham yozishim mumkin. Lekin Allohim menga shunaqa qobiliyat bergan. Insonni ishontira olish. Ovozimga shunaqa Allohim mo'jiza bergan desam ham bo'ladi. Даже nemislarning oldiga borib, ishlarimni Alloh izni bilan hal qilib kelaman. Avvalambor, конечно, tahajjud o'qiyman. Allohdan kunimni xayrli bo'lishini so'rayman. Lekin даже bolalarimga ham bitta gapirsam qiladi. Kimgadir nimadir desam qilishadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, yetkazib bera olaman. Ovozimda shunaqa mo'jizali narsa bor deb o'ylayman. Alloh tarafdan berilgan. Bu umrim oxirigacha bo'lishini xohlayman. Bu narsa hammaga ham berilmagan. Alhamdulillah, mashalloh, tabarakalloh. Lekin juda ko'p marotaba oynaga qarab o'zim bilan gaplashganimda, oynaga qarab o'zim bilan gaplashib turaman. Qatta xatolar qilganim, kun bo'yim qanaqa o'tgani, kimga nima deganim, qanaqa qilib nimadir o'zgartirish qilsammikan deb. Allohga men ham shukr etaman. Что meni shunaqa qilib yaratdi. Shu aqlni menga berdi.
bir paytlar uyda o'tirgan edim, qiyinchilik o'tgan edi boshimdan. Invalid bolalar, kasalliklarim, ingalyatorda yurganlarim, onamni o'limi, erim bilan ajrashganim, yolg'onliklarga uchraganim, bitta oddiy, sodda, ishonuvchan, beg'ubor qizdan shunaqa o'ziga uverенный ayol bo'lib chiqqanim uchun Allohga shukr aytaman. Shustri edim, har doim shustri bo'lganman, lekin Allohim o'zi shunaqangi qilib qo'yar ekanki, sinovlaringiz bilan. Tipi men bilan bo'ldi. Odamlar важный emas. Odamlarni men uchun yaxshi ko'r, men roziligim uchun o'rgat. Lekin distansiya ushla. Subordinatsiya ushla. Qilgan mehnating uchun qo'l haqqi ol. Chunki har bitta insonni, har bitta menga hijomaga yozilgan insonni Alloh yuboradi. Men bu gapirishim ham, sizga yetkazib berishim ham bu men emas. Men tanam menga prokatga berilgan. Hammamizning ichimizda skelet bo'lib yotibdi. Qabrda ham faqat ko'p chiqib qoladi, to'g'rimi? Lekin meni gapirtirayotgan, meni sizga tushuntirayotgan, ilmni yetkazdirayotgan Alloh. Allohni iznisiz men bu labim gapirmasdi ham. Ishoning, bir xillam ko'rganman. Men o'zimda ham bo'lgan. Aytaman, Alloh meni bittadasini bitta yiqitadi. Noto'g'ri so'z gapirayotganimda meni bittada yo'tal tutadi. Ishoning, yo'talib qolaman, gapirolmay tilim aylanmay qoladi. Shunday yerga yotib qolib, tavba qildim deb qolaman. O'shanda keyin ovozim o'ziga keladi. Aytmoqchimanki, men shu tilimni bergan, men shu meni gapirtirayotgan, opasniy narsalardan uzoqda turgan, shu ortiqcha gap gapirtirib qo'ymaydigan Alloh. Men idealniy emasman. Prosta Allohim idealniy. Allohim menga shu kasbni berdi. Menga hasad qilasizmi, ko'rolmaysizmi, yoqtirmaysizmi? Meni shunaqa holatga keltirgan Alloh. Demaysiz, Allohga qarshi borvos degani. Men bandaman-ku. Meni tanammi, meni yuzimmi, meni kiyimimmi, meni gapirtirayotgan Alloh-ku. Men harom ish qilayotganim yo'q-ku. Allohning sunnat amalini tarqatyapman-ku. To'g'ri qilib tarqatyapman. Yokida siz rizqingizni olib qo'yapman. Yokida sizga omonlik tilayapman. Yo'q, ishoning, даже uyda o'tirib hech kimni tegmasam ham har doim meni tegishadi. Har doim menga o'xshashligingiz keladi. Meni oilamni ko'ra olishmaydi, ustimdan yozib yorishadi. Nima deydi? O'tirib qattiqdir g'iybatdan qilishadi, lekin Allohim yuzimni yorug' qilib qo'ygan. Allohim nima deydi? Odamlar nimalar demaydi? Asosiysi Allohim meni unutib qo'ymasin. Eng kerakli narsa sizga motivatsiya bo'lsin. Asosiysi odamlarning gapi emas, ishoning. Odamlarni Alloh uchun yaxshi ko'ring, даже eringizni ham qattiq yaxshi ko'rmay Alloh olib qo'yadi. Farzandingizni ham qattiq yaxshi ko'rmay Alloh olib qo'yadi. Onangizni ham qattiq yaxshi ko'rmay Alloh olib qo'yadi. Menda shunaqa bo'ldi. Faqat Allohni yaxshi ko'rishingiz kerak. Qachonki Alloh oyatlarini eslab, Allohga ko'proq duo qilib, istig'for etib, ibodatlarni ko'paytirib, faqat Alloh deydigan bo'lsangiz, odamlar nimalar demaydi? Hamma sinovda, hamma nimadir bilan sinaladi. Kimga nimani gapirib, nimani ravo ko'rsangiz, o'zingizni boshingizga o'sha narsa tushmagunicha bu dunyodan ko'z yummaysiz. Ishoning, men kimga nima degan bo'lsam, hammasi boshimga tushdi. Ishoning, bu bor narsa, даже kimgadir mito qarashga ham qo'rqasiz. Shuning uchun muslimalarim, istixor o'qiymiz, tahajjud o'qiymiz. Lichkamga 3-4 marta iltimos ma'lumot bering demaymiz. To'g'ri YouTube'ga kiramiz. Men shu silkani yuboraman. Ko'rayotgan bo'lsangiz rahmat, kirib eshitayotgan bo'lsangiz Alloh sizdan rozi bo'lsin. Tayyor ma'lumotni eshitayotganingizga mashalloh, tabarakalloh, 2 dunyo saodatini ko'ring. Allohim jannatul firdavslar bilan siylasin, farzandlaringiz rohatini ko'ring. Kirganingiz uchun bugun Alloh sizni xursand qilsin. Deya olaman, bo'ldi. Chunki ancha informatsiya berdim. Bu men vaqtim. Shu vaqtimni sizlarga ketkazdim. Xayrli, barokatli qilib bersin Allohim, menga ham, sizga ham. Shu videodan keyin
o'ylaymanki, Allohim menga to'g'ri insonlarni hijomiga yozilishga yo'naltiradi. Agar xato aytgan bo'lsam, Allohim o'zi kechirsin. No, mana shu fikrni berayotganim Allohda. Bir kun ichida, bir soniya ichida Alloh meni aqlsiz qilib qo'yishi mumkin. Alloh asrasin. Shuning uchun alhamdulillah shu fikrlarim, shu so'zlarim, yuzim, tanam uchun alhamdulillah. O'zbekligimdan faxrlanaman. O'zi natsist bo'lish mumkin emas dinimizda, bilasizlar, lekin Imom al-Buxoriyning ummatiligidan, musulmon bo'lganimdan, o'zbek bo'lganimdan faxrlanaman. Siz ham faxrlaning, bilasizmi nimaga? Chunki именно O'rta Osiyodan, Sentralniy Aziyadan hamma aqlli insonlar chiqqan. Imom al-Buxoriy, al-Jabr, al-Gebra, al-Xorazmiy, Abu Ali bin Sino, al-Beruniy, Termiziy, voy, nechta aqllilar, nechta Abu Ali bin Sino, hammasi bizadan. Так что bizi buyuk insonlarni avlodimiz. Bizi гордиться qilishimiz kerak, что bizi o'zbekmiz, что bizi O'zbekistondanmiz. Men bemalol masalan ko'chada turklarga, arablarga aytaman. Sen anu from qayerdansan desa, "Vohar ko'minzi" desa, "O'zbekiston" deyman. "O, O'zbekiston" deydi. Deyman. Samarqand, Buxoro, sen qayerdansan deydi, "Toshkent" deyman. "Toshkent" deydi, "Toshkent" deyman. "O" deydi. Oldin 8-9 yil oldin arablarga O'zbekiston desangiz, Pokistonmi deyishardi. Imom al-Buxoriy desam, O'zbekistonda tug'ilganmilar deyishadi. Bilmasdi arablar 8-9 yil oldin. Ko'rsatardim internetda mana. Imom al-Buxoriy O'zbekistonda deb. Так что bizni qattanligimizni unutmasligimiz kerak. Bizda qanaqa avlodlar bo'lganini esdan chiqarmasligimiz kerak. Tarixda bular hammasi yozilgan, lekin insonlar o'qimaydi. Hech qachon uyalmasligingiz kerak o'zbekligingizdan. Hech qachon. Men islom sivilizatsiyasiga kirganimda yig'lab chiqdim dedim. Qanaqa avlodlarni, ba'zi bir narsalarni men ham bilmagan ekanman. Qanaqa avlodlarni ummatligimizni bilib, ko'rib, даже ruslar ham og'zi ochilib, men aytdim, o'zbek xalqi hammasi o'zimizning qo'limizda. Biz Germaniyadan ham, Dubaydan ham zo'r bo'lib yasha olamiz. Hammasi bizning qo'limizda. Inshaalloh umid qilamanki, O'zbekiston ham 10 yil ichida zo'r bo'lib ketadi. Zo'r bo'lib ketadi agar aqlli insonlar O'zbekistonga kelsa, chetda o'qib, Yevropada o'qib, o'zimizning O'zbekistonda ishlab, joy ochganda xalaq berishmasa, O'zbekiston boyib ketadi. Agar bizani umumiy qilib olganda aqlli O'zbekistonni tanitadigan, Yevropada o'qib kelgan insonlarga yo'l qo'yib berishmasa, O'zbekiston rivojlanmaydi. Так что Yevropaga ketyapsizmi, chet elda o'qiyapsizmi? O'zbekni tanitishingiz kerak. O'zbekistondaligingizni, o'zbeklar qanaqaligini butun dunyo bilishi kerak. Uning uchun biz ilm olishimiz kerak, to'xtab qolmasligimiz kerak. Har taraflama o'qishimiz kerak. Вот. Shu. Sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Agar noto'g'ri gapirgan bo'lsam, uzr so'rayman. Allohim o'zi kechirsin. Hech kimni zadevat qilganim yo'q. To'g'ri gapirdim deb o'ylayman. Hijoma kursiga yozilmoqchi bo'lsanglar, kommentda yozinglar. Qanaqa savollarni qiziqtiradi yozinglar. YouTube'ni rivojlanishiga hissalarini qo'shgan bo'lasizlar. Inshaalloh sizlarga ham ajr yoziladi. Ammo sizlarga foydali kontentlar bilan bo'lishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.